hozirgi kunda 883 ta ijtimoiy xodimlarimiz bor. Ichini 883 ta ijtimoiy xodimlarimizni ichini tahlil qilganimizda 168 ta ijtimoiy xodimimiz eng yaxshi faol, KPI yaxshi, mahallasi birorta murojaat bo'lmagan ijtimoiy xodimlarga tahlil qildik. Namunali ijtimoiy xodimlarimizni bittadan 3 tagacha murojaati bo'layotgan, KPI o'sha 60-80% gacha yetayotgan ijtimoiy xodimlarimiz ekan. Mahallada hozir ijtimoiy xodimlarga ko'p mahallalar yettiligiga mahallaga ishonch paydo bo'ldi. Tadbirkorlarimiz o'zi nostandart yo'nalishlar bilan faqatgina biz reyestr orqali mablag'lar emas, o'zi homiylik qildik. Shu kungacha 15 milliard 6 oyning ichida 15 milliard homiylik mablag'lari kelib aholiga yordam ko'rsatdik. Keyingi yil oxirigacha 20 milliardni reja qilib oldim o'zimga. Homiylik mablag'larini borib mahallada masalasini yechishga yo'naltiramiz. Ijtimoiy xodimlarimizga reja qo'yib berdik. Har bir ijtimoiy xodimlar mini loyiha o'zini ustida ishlab, tashabbus bilan mini loyihalar qilyapti. Bu mini loyihalarimiz Toshkent viloyatida yil oxirigacha 600 taga yetadi. Mana volontyorlar bizga katta ko'makchi bo'lyapti. Hozirgi kungacha 10 ta loyihada 500 ta volontyor shakllanadi. Har bir shu mahallalarda volontyorlarimizni biriktirib, ularga keksalarga va shu o'qishga abituriyentlarga har bir yo'nalishda volontyorlarimizdan yordam berib kelmoqda. Davlatimiz rahbari aynan ijtimoiy himoya milliy agentligi Toshkent viloyat boshqarmasi binosida biz Toshkent viloyatining inson volontyorlari jamoasi bilan ko'rishdilar, takliflarimizni tingladilar, tashabbuslarimizni qo'llab-quvvatladilar. Davlatimiz rahbariga asosan mana shu Toshkent viloyati yoshlari nomidan amalga oshirayotgan 10 ta ijtimoiy loyihalarimizni taqdim etdik. Ya'ni milliy volontyorlik tashabbuslari doirasidagi mehr daftari yoki bo'lmasa e'zoz loyihasi kabi loyihalarimizni taqdim etdik va ularni bugungi kunda qanday yordamlar ko'rsatilayotgani, o'z umuman ijtimoiy himoyaga biz qanday bog'liqligimiz borligi haqida o'z taqdimotimizni taqdim etdik va ular bizning loyihalarimizni har birini diqqat bilan tinglab, o'z tashabbuslarini, takliflarini bildirdi. Bugungi kunda 10 ta ijtimoiy loyihalarni yo'lga qo'ygan bo'lsak, shu orqali aynan viloyatning o'zida 500 nafardan ortiq yoshlarni volontyorlik sohasida birlashtira oldik va ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilishga erishdik hamda 2000 dan ortiq insonlarga ijtimoiy yordamlar ko'rsatib kelmoqdamiz. Aynan yuqorida keltirilgan raqamlar orasida nogironligi bo'lgan yoshlar, ota-onasi qarmog'ida mahrum bo'lgan bolalar hamda ehtiyojmand oilalarning farzandlari bor. Ular bir paytlar o'zidagi nuqsonni juda ham katta kamchilik deb bilib, tengdoshlarining orasida o'z fikrlarini bayon qilish, o'zlarini jamiyatga qo'shishga qiynalishgan. Aynan bizning tashabbuslarimiz, hurmatli prezidentimizning islohotlari, qo'llab-quvvatlovlari orqali inson volontyorlar jamoasiga qo'shilib, bugungi kunda har birlari o'z loyihalariga, grant tanlovlariga hamda ayrimlari hattoki universitetlarga grant asosida kirish imkoniyatiga ham ega bo'lishdi. Prezidentimizni qarori, ya'ni faol hayotga qadam dasturi bo'yicha kunduzgi qatnov qarab turish xizmatini 2026-yil 19-yanvardan ishga tushirdik. Birinchi ochilganda nahotki shu ukoldan keyin mana xizmatdan foydalanuvchi juda ko'p ukollar olgandan keyin shu oddiy mashqdan ham bizlar natija ola olamizmikan degan narsa bo'ldi menda. Lekin biz shu 6 oy mobaynida juda ham ko'p harakat qilib, o'sha har bitta xizmatdan foydalanuvchi bilan ishlab, juda yaxshi natijalar oldik hozir. Insultdan keyingi holatda o'zini o'zi motorikasini tiklash, motorika mashqlari bilan o'zini o'ziga xizmat ko'rsatish, hayot sifatini yaxshilash, mana shu oddiy mashqlardan keyin hech bo'lmasa o'ziga bemalol xizmat qila oladigan darajaga yetkazishimiz kerak. Kasal bo'ldi endi bu yerga faqat ukol dori yoki boshqa narsaga hafsalasizlik qilish bu katta xato. Bu kasallikda ham albatta shifosini bersa hech gap emas. Mana shu oddiy mashqlar bilan ham keyin hayotga yana o'zini farzandlarini boqish kerak, oila boquvchisi bo'lgandan keyin ishlarga chiqish kerak. O'shani biz ozgina mana shu 6 oy mobaynida vaucherli xizmatda bu kishilarga biz yordam berishimiz kerak. Mana bu opamiz ham kelganlariga 1 oy bo'ldi, insult olgan bular. Qo'llarini ko'tara olmas edi. Hatto mana shu o'zlariga qarab turadigan doktorlari ham bizlarga rahmat aytishdi. Olmaliqda 50 yil ishladim. Mana yoshligimizda ko'rganmiz, albatta sayz davrida ko'rdik. Paxta chopib yurgan paytlarimizni ko'rdik. U davrlar o'tib ketdi. Mana hozir qanday shirin hayot kechirayotganimizga o'zim nihoyatda xursandman. Shu xizmatlar juda zo'r.